Shayx hazratlarini masjidini ko'ryapsizlar. To'g'rida bo'lsa UBS universiteti. Bu yoqdan Olmazor mostiga chiqib ketasizlar. Orqa tomonimizda bo'lsa Yoju universiteti joylashgan. O'rtoqlar, biz hozir Chilonzorga kelganmiz. Ikkita kvartiramizdan chiqyapti. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ikkinchi qavatdamiz, 67 kvadrat planirovkani tushuntirib beraman. Demak, kirish eshigimiz bo'lyapti. Eshikdan kirganingizda sizlarning hol qismi, bu yoqda birinchi xonamiz, uning yonida bo'lsa yana bitta xona. Mana bu yoqda bo'lsa sanuzellarimizga joy ajratib ketilgan. Va bizda oxirgisi bo'lyapti, bu yoq oshxona. O'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. 6-chi qavatga ko'tarilganimizda 43 kvadrat planirovkani tushuntirib beraman. Bu yoq ko'rayotganinglar birinchi xonamizda bo'lyapti. Kirish eshigi, eshikdan kirganingizda mexkilarni joylashtirsanglar bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa sanuzelimizga joy qoldirilgan. Mana bu yerda oshxonamizga kattagina studiyniy formatda qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni o'tirib ovqatlanishga ham sharoitlari bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, ana endi eng qiziq joyi narxiga keladigan bo'lsak, mana shu ko'rayotgan Oqsaroy turar joy majmuasida joylashgan, Chilonzorda lokatsiyalarni boshida tushuntirib o'tdim, juda ham yaxshi lokatsiyada joylashgan. 1 kvadratiga $900 dan so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, kelishiladigan joylari bo'ladi. Egalarining raqamini qoldiraman, to'g'ridan to'g'ri murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan ko'rdik, bizdan uzoqlashmanglar.